Birinchisi, toksikoz bor yoki toksikoz yo'q. Yokida toksikoz bo'lib turib, birdaniga yo'q bo'lib qoldi. Shuni unutmasligimiz kerakki, har bitta ayolda toksikoz individual tarzda kechadi. Toksikoz borligi yo yo'qligi homilangiz rivojlanyapti yoki o'sishdan to'xtab qoldi degani emas. Ikkinchi belgi quloq ostidagi og'riqlar. Quloq ostidagi og'riqlar bachadonda spazmlaridan yoki bo'lmasa bachadon tonuslaridan bo'lishi mumkin. Bu normal holat hisoblanadi. Chunki mushaklar kengayishi va bachadon kattalashishidan sodir bo'ladi. Uchinchi belgi qindan oz qonli ajralmalar kelishi. Qonli ajralmalar har doim ham sizda homila tushishidan darak bermaydi. Bu holat homilani bachadonga implantatsiya jarayonida yoki bo'lmasa mexanik shikastlanishdan keyin yokida detsidual poliplardan ham bo'lishi mumkin. Bu degani sizda 3 ta simptom bo'lgani bilan homiladorlik juda ham ideal o'tyapti. Lekin bunga amin bo'lish uchun albatta ginekolog tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Sizni qabulimda ko'rishdan xursandman.